Davom etamiz azizlar. Ma'lumki, mamlakatimizda davlatimiz rahbari boshchiligida korrupsiyaning oldini olish, jamiyatda unga qarshi murosasiz munosabatni shakllantirish, shuningdek, korrupsion harakatlarni keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan har qanday vaziyatning oldini olish bo'yicha tizimli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ilmiy tadqiqot va innovatsion faoliyatda shaffoflikni ta'minlash, korrupsion xavflarni bartaraf etish va sohada samaradorlikni oshirish bugungi galdagi eng dolzarb vazifalardan biri. Jahon tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, ilm, fan va innovatsiyalar jadal rivojlanayotgan sharoitda raqamlashtirish korrupsiyaga qarshi kurashning eng ishonchli va barqaror mexanizmi sifatida namoyon bo'lmoqda. Shunga muvofiq Innovatsion rivojlanish agentligi tomonidan inson omili aralashuvining oldini olish, ortiqcha vaqt va resurslar sarfini kamaytirish maqsadida raqamlashtirish yo'nalishida qator ishlar amalga oshirilmoqda. Suhbatdoshimiz Innovatsion rivojlanish agentligi axborot xizmati rahbari Muqaddas Fayozova. Raqamlarga murojaat qiladigan bo'lsak, o'tgan 5 yil davomida agentlik tomonidan ilmiy va innovatsion faoliyatni raqamlashtirish maqsadida 11 ta axborot tizimi ishlab chiqildi. Ish yuritishga oid 11 turdagi ichki hujjatlar aylanmasi to'liq raqamlashtirildi. Ko'rsatilayotgan raqamli xizmatlar soni 8 tani tashkil etib, shundan 3 ta elektron xizmat, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali hamda 5 ta xizmat agentlikning tegishli axborot tizimlari orqali taqdim etib kelinmoqda. 39 turdagi ma'lumotlar raqamli hukumat tizimiga uzatish yo'lga qo'yildi. Hozirga qadar raqamlashtirilishi talab etiladigan umumiy hisobda 546 ta ilmiy va innovatsion faoliyatning 256 tasi raqamlashtirildi. Shundan 33 tasi avtomatlashtirildi. Axborot tizimlari orqali generatsiya qilinadigan hujjatlar soni 11 taga yetkazildi. Yana ma'lumot o'rnida Innovatsion rivojlanish agentligi tomonidan 2027-yilga qadar 290 ta jarayonni to'liq raqamlashtirish belgilangan. Shu maqsadda ilmiy va innovatsion faoliyatni raqamlashtirish hamda jarayonlarni optimallashtirishga qaratilgan yangi 18 ta axborot tizimini ishlab chiqish va 3 ta axborot tizimini takomillashtirish ham rejalashtirilgan.